Hürmetli Prezidentimiz Shavkat Miromonovich, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshevich, O'zbekiston Oliy sud raisi Islomov, bu oldimizda turgan onaxonimizni 2021-yil noyabr oyida bir guruh shaxslar tomonidan aldanib, ular Samarqand viloyati Ishtixon tumanida joylashgan noturar joydan foydalanish maqsadida Miyonkol avtoservis xususiy korxonasiga Ishtixon tumani ATP Aloqa bank tomonidan kredit mablag'i olish uchun kelib, bu qizimizni turmush o'rtog'i bilan gaplashib, bu yerda 200 millionlik kredit olishni tavsiya qilib, shunga o'sha yordam qilib turishligini, u kreditni o'sha olinayotgan narsani ertasi kuniga qo'yib, qayta qo'yadigan zalogdan chiqarib berilishini va'da qiladilarda, o'sha noturar joy bo'lgan kadastr hujjatlarini olib, Ishtixon shahar ATP Aloqa bank bo'limiga olib borib, bu yerda rasmiylashtirib boshlaydilar. Bu yerda Ishtixon Aloqa bank xodimi boshlig'i tomonidan 2021-yil 17-noyabr kuni bu qizimizni, Muyassarova Komila qizimizni chaqirib olib borib notariusga o'sha noturar joyini bir qismini noturar joyini ipoteka kafilligiga qo'yishga shartnomalar tuzib, bunga to'g'ri tushuntirmagan holatda qo'ydirib oladilar. Natijada bu o'sha qo'l qo'ydirayotgan pilla qizimiz borib o'shani o'qib ko'rgan pilla 200 million deb aytganda, lekin bu yerda 900 millionligini ko'rib, nega bunday bo'ldi deganda, o'sha haligi Saydulla, o'sha ATP Aloqa bank Ishtixon tuman filialining boshqaruvchisi bu olib borgan kishiga aytganki, siz nima aytmadingizmi bu odamga shuncha kredit olishligini deb aytib, so'g'in o'zi bu qizimizga aytayaptiki, sizni adosizni qo'ygan zalogingizni biz shu ikkita Isuzu yuk mashinasi sotib olib kelgandan keyin sizga chiqarib beramiz deb va'da qilib qo'l qo'ydirib olgan. Haqiqatdan o'sha 900 million so'm pul chiqqan Qashqadaryoning Kitob tumanigami, qaysi bir Koson tumaniga bankka chiqib ketyapti-da, o'sha yerdan ikkita Isuzu olinmasdan yerda pullar naqdlashtirib olinganligi ko'rinyapti. Buni qachonki Aloqa bank Samarqand viloyati boshqarmasi tomonidan aradan 1 yil o'tgandan keyingina aniqlangandan keyin bu narsa bo'lganligi aniq bo'lyapti. Haqiqatdan hujjatlarni o'rganib ko'rganda hujjatlarda ancha kamchilik borligi ko'rinib turibdi. Aloqa bank Samarqand ATP tomonidan Ishtixon tumanlararo sudiga da'vo arizasi kirgizib, ushbu to'lanmay qolgan kredit mablag'larini undirishga da'vo arizasi kirgizadi. Bu kirgirilgan da'vo arizasi Samarqand viloyati Savdo sanoat palatasi tomonidan yozilgan da'vo arizasi. O'sha summani undirish to'g'risida, olingan 900 million so'mni undirish to'g'risida vaqtida qaytarilgan. O haligi kredit shartnomasida ko'rsatilgandek monitoringlar o'tkazilmagan. O'tkazilgan bo'lsa-da, noto'g'ri o'tkazilgan. Borib joyini o'rganganda, shartnomada ko'rsatilgan joyida borganda haqiqatdan ikkita Isuzu yuk avtomashinasi turganda, ularni nomer qo'yib, rasmga tushirib, monitoring qildi deb kelyapti, o'tkazib yuboryapti. Vaholanki vaqtlar o'tishi bilan ham o'sha Miyonkol avtoservis xususiy korxonasi tomonidan bir so'm to'lamagandan keyin 2022-yil 12-dekabrda Samarqand viloyati Savdo sanoat palatasi tomonidan ushbu to'lanmagan kredit mablag'larini qarzdorlikni undirish
hamda unga hisoblangan penyalarni o'ndirish to'g'risida Ishtixon tumanlari fuqarolik ishlar bo'yicha sudga da'vo arizasi kirgirilgan. Shunga asosan Ishtixon tumani fuqarolik ishlar bo'yicha sudi 2023-yil iyun oyining 26-kuni fuqarolik ishlar bo'yicha sud qarorini chiqaradi. Bunda o'sha bu qizimiz Muyassar va Komilaga tegishli bo'lgan noturar joyda o'sha boya da'vo arizasining mazmunidan kelib chiqib, o'ndirishlikni o'sha Muyassar va Komilaning noturar joyiga qaratadi. Lekinda ipoteka kredit shartnomasida Muyassar va Komila o'zining o'sha noturar joyini 405 million so'mga ipoteka anosiga kafilligiga qo'yganligi to'g'risida ipoteka shartnomasi bor. Ikkinchi, o'sha olinayotgan kreditni 900 million so'mda qaytmaslik sharti bilan bu 125% zalog qo'yish kerak bo'ladi. Bunga 1,125,000 so'mlik zalog qo'yish kerak bo'ladi. Shundan o'sha zalogni bir qismini 720 million so'mga 720 million so'mga sug'urta kompaniyasi tomonidan sug'urta polisi beriladi. 720 ming, 405 million buniki 1,125 million bo'ladi hammasi. Shuni o'sha da'vo arizasini kiritadigan pullar Savdo sanoat palatasi tomonidan faqatgina javobgar qo'shimcha javobgar Muyassar va Komilani ko'rsatyapti-da, ikkinchi zalogga qo'ygan o'sha boyagi sug'urta kompaniyasini hech qanday holatini ko'rsatmay yashirib qoldirib ketyapti. Bu yerda nimadir bo'lgan, bular hammasi tili bir bo'lganda, so'ng o'sha Muyassar va Komilani qo'ygandan keyin sud ham bunga qaramasdan shartnomani olib, tuzilgan shartnomani o'qib ko'rib, qani shartnomangga olib chiqqani vaqti bu shartnoma qanday olgan ekansan? Bu kredit kimlar to'lash kerak degan joyga e'tibor bermaganda, o'sha Savdo sanoat palatasining yozilgan anosi bilan endi bu yerda kimlarnidir bir anosi bo'lganmi, tazyiqi bo'lganmi, boshqa narsa bo'lganmi o'tkarib, bitta Muyassar va Komilani javobgar deb topib, o'shani mulkiga qaratib yuboryapti. Bu mulk ham 2024-yil majburiy ijro tomonidan sotuvga qo'yib, kim o'z sotuviga qo'yib, sotilib yuboryapti. Lekin shu yerda ham o'sha hal qiluv qarorini chiqarishda hurmatli sudyamiz bir nimaga e'tibor bermaganki, hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining plenom qarorlari bor. Shu plenom qarorlarini o'zgartirish kiritib, o'sha qarorlarni o'zgartirish kiritib, o'sha to'lanayotgan so'mmani e'tibor bermasdan qaror chiqaryapti. Burada O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenumining 2006-yil 22-dekabrdagi 13/150 sonli qaroriga o'zgartirish kiritib unda shunday degan joyi bor. Sudlar shuni inobatga olish kerakki, fuqarolik kodeksida belgilab qo'yilgan asoslar bo'yicha o'zidan haqiqiy bo'lmagan garov shartnomalari bo'yicha hamda manfaatdor taraflarni uning haqiqiy emas deb topish haqidagi talabi bildirilgan yoki bildirilmaganligidan qat'iy nazar kredit shartnomasidagi majburiyatlar bo'yicha undiruvni garov narsasiga qaratishga yo'l qo'yilmaydi deb ko'rsatib qo'yibdi Oliy sud plenum qarorlarida. Lekin bu Ishtixon tuman fuqarolik ishlar sudi buni inobatga olmasdan Muyassar va Komilani mulkiga qaratib yuborilgan. Bu yerda endi yana bir to'g'ri narsani aytish kerak. Shu arada shu bo'lib turgan pullar biz Ishtixon tuman prokuraturasiga murojaat qildik. Murojaatimiz sababi shundan iborat ediki, qizimizniki meni da'vogar deb ish bo'yicha toping deb murojaat qildikda, ariza topshirib ketdi. Ariza Ishtixon tuman prokuraturasidan qabul qilingan, olinganlik to'g'risidagi nusxaga imzolar bor. Lekin Ishtixon tuman prokuraturasi tomonidan ham bu qizimizni da'vogar deb hech qanday e'tirof etmadilar. Nimagadir. Bu yerda ham qandaydir bir
yuqoridan bosim bo'lgan, boshqa narsa bo'lganmi, shu qizimiz shunday qolib, bu yerda oilaviy korxona ochib, bu yerda 3 farzandi, bir turmush o'rtog'i, o'zi 5 kishi davlatimizga soliqlarini to'lab, davlatimizni byudjetlariga pul tushirib turgan pulda g'alamis tomonidan, odamlar tomonidan mana shu narsa yo'qolib, bu qizimiz oxir oqibat yotib qolib, harakatga uchrab, tuzalib, mana hozirgi kunda yaxshi, chiqib ozmoz yurib turibdi, sharoiti yaxshi. Shuning uchun biz bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Haydar Ne'matulla Yo'ldoshevdan, Oliy sud raisi Islomovdan shuni so'raymizki, bugungi kunda biz hozir qayta yangi ochilgan holat bo'yicha shu ish bo'yicha sudga, Ishtixon tuman sudiga murojaat qilyapmiz. Sababi bir nimani bu yerda biz hozir hujjatlar yig'ishda bu qizimiz bir nimani ko'rdiki, 2021-yil avgust oyida bu o'sha noturar joy sotib olyapti. Lekin o'sha sotib olingan joy bu haligi baholash dalolatnomasida o'ziga tegishli bo'lmasa-da, buni o'sha haligi o'sha Agrobank, Aloqa bank xodimlari tomonidan bunga naqlatyapti. Egalik huquqi yo'q. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodesining 185-moddasida yozib qo'yibdi. Sotib olingan narsa, mulk qachondir u davlat ro'yxatidan o'tkarilgandan keyin uni mulki hisoblanadi deb ko'rsatib qo'yilsa-da, lekin bular o'sha baholash davrini 16-sentyabr 2021-yil o'tkaryapti. Bunga egalik huquq beryapti 23-sentyabr 2021-yil. Bu yerda ham o'sha huquqi bo'lmagan odamni baholab, bunga adasini baholab chiqarib beryaptilar. Shuning uchun endi hozirgi kunda o'sha bu narsani biz yaqinda ko'rgandan keyin shu narsani sudga biz kiritdikki, yangi ochilgan holat bo'yicha ishni qayta ko'rib, sud qarorini bekor qilishga murojaat qilganmiz. Alloh nasib bo'lsa, mana hozir prezidentimizni ko'p tashkilot a'zolari bilan fuqarolarning murojaatini o'rganish to'g'risida mana bugungi kunda jurnalistlarga, blogerlarimizga juda katta ochiq berdiki, hozir ular har bir joyga borib respublikamizni fuqarolarimizga murojaatiga, O'zbekistonimizni yaxshi rivojlanishiga, aholimizni tinch totuv yashashiga bular o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Shu qatori bizlar ham bugungi kunda shu blogerlarga murojaat qilib, shularni yordam qilib, menga o'sha noqonuniy bo'lib chiqqan sud hukmlarini bekor qilishga amaliy yordam berishligini bu kishiga, so'g'in o'sha mana hozir qayta ko'rishlik vaqtida ham bu kishilardan so'raymizki, o'shada ishtirok etib, qonuniy davlatimizda qonuniy ustuvorligini ta'minlashga yordam berib, mana shu qizimizni ham bir anovdan chiqarib ketadi, stressdan. Haqiqatdan Allohning o'zi bir kuch ziyo deganday, qarang, avtoavariyada bo'ldi, bir yonida o'tirgan bir jiyani vafot etdi, lekin bu odam davolanib chiqib, bugungi kunda hozir ham yaxshi davolanib turibdi. Hurmatli prezidentimiz, hurmatli Ne'matulla Yo'ldoshev, Botir Islomov, Oliy sud raisi shu yordam qilib, bundan keyingi bo'lgan mana sudlarga shu qizimizga bir yordam qilib, to'g'ri holatni ko'rsatib, mayli qonun talabi nimani buyurgan bo'lsa shu tomonda qilinsin. Shartnomada shunday narsalar yozilgan turibdiki, shartnomada ipoteka shartnomasiga qo'yilgan kredit mablag'ini dan ziyod undirish ko'rsatilgan yo'q. O'sha 405 milliongami, 405 million so'm undirish kerak edi. Bugungi kunda noturar joyni 1,169 million so'mga sotdi-da, barini o'sha Mesaro Komilani o'sha noturar joydan bank o'z kreditini qoplab o'tiribdi. Murojaatimiz yana bir shuki, shu qizimizga bir yordam qilib, mushkulini oson qilib, mana yana o'sha oila korxonalarini ochib, boshqa joydan bo'lsa ham o'sha yordam qilib, shu qizimizga bir yordam qilishlaringizni so'rab qolamiz sizlardan. Iltimosimiz shu. Men Kattaqo'rg'on tumani Besham shaharchasi Qiyot qishloq, Qiyot mahalladaman. Men yordam so'rash uchun keldim. Shu nimalarga tushganman-da, mashinniklarga. Shu uyimga keldi. Xo'jayinimning akaxondasi.
murojaat qilib keldida Joyingdan yo'q. shu mulkimga, mani nomimda bo'lgan mulkimga kredit olamiz deb keldi. Xo'jayinimdan so'rab, aka xondasi. Keyin xo'jayin beraman dedilar. Men norozi bo'ldim. Keyin yana xo'jayinimni yo'q deyolmay, xo'jayinimga rozi bo'ldim. Rozi bo'lgan joyimda aka xondasi keldi oldimga. Men aytdim, aka, hozir men borib qo'l qo'ysam, vaqtida to'lab, vaqtida nima qilib bera olasizmi joyimni? Shunaqa voqealar ko'p bo'lyapti. Televizorda ko'ryapman, telefonda ko'ryapman deganimda, keyin yo'q, kelin dedi, 100% javob beraman, to'lab beraman. Men agar to'lolmay qolgan taqdirimda ham bir gap bo'lsa, menga 200 millionga noturar joyingiz berib turing. 1 oyda ichida sizga chiqarib beraman kreditdan dedi. Keyin agar qilolmay qolsangiz-chi degan joyimda 3 ta mashinam bor. Shuni qo'yib bo'lsa ham chiqarib beraman. U odam menga labz qildi. O'sha payt men telefonga olmaganman, tilxat olmaganman qo'lidan. Keyin xo'jayin aytdi, ishonchli akam. Sen nima deyapsan deb mendan anaqa qildi xo'jayin. Keyin men xo'p dedim. Bordim notariusga. Hamma narsani taxlab keldi aka xondasi. Men bordim. Keldida o'zi mashinamni olib ketdi. Notariusga bordik. Bitta qog'oz shunday qo'ydim. Men ism familiyamni ham yozmadim. Ism familiyalar yozilgan turgan ekan. Muyassar va Komila degan joyga shunday qo'l qo'ydim. Menga qaraganimda 900 necha million, 900 million kredit ko'rib qoldim qog'ozda. Keyin men aytdim, menga 200 million deb keldingiz-ku, Ilyos aka, endi xo'jayin aka xondasi. Bu yerda 900 million ziyod yozilgan-ku degan joyimda u kishi o'zini nimalikka oldi. Tushunmadim dedi shu yerda. U Aloqa bankni nimasi Abduhalil degan bola. U aka, xabaringiz yo'qmi? Yana tushuntirmaysizmi dedi. U kishilarga tushuntirmaysizmi? Xabaringiz bor-ku deganday qildi-da. Ilyos aka aytdiki, yo'q, xabarim yo'q men. Nima bo'lyapti shu yerda nima qildi. Keyin norozi bo'ldim yana keyin o'sha yerda norozi bo'lib turib bo'lgan joyimda endi faqat biza o'zbeklar nimada Xomsun emgan banda biza yana ishonchimizga kirdida. Shu yerda Ilyos aka mana o'sha Abduhalil aytdi-ku, o'sha yanga biz ham erkak kishi. Biz ham labz qilib kelib o'tiribsiz shu yerga. Hammasi yaxshi bo'ladi. 1 oyda sizga dedi chiqarib beraman joyingizni. Keyin biz 1 oy orqasini qo'ymadik. Xo'jayin ikkovimiz orqasidan bu Aloqa bankka borib yotib oldik. Ertalab ham o'sha yerda, obedda ham o'sha yerda, kechki ham o'sha yerda 3 mahal. Keyin bizga xat berdi. Aloqa bankda nimasi o'sha Abduhalil degan bola. Keyin uni biz notariusga olib bordik. Ishton notariusga olib bordik. Ko'rdidan keyin xat qaytarib berdi bizga. Bunga dedi, qanday ma'no qo'yaman dedi. Noto'g'ri-ku deb nima qildi. Keyin biz uni yana Aloqa bankka qaytarib aytib berdik. Aytib berdik, u bola noto'g'rimikan dedi, sheyda, bo'ldi. Aka 3 kunda taxlab beraman. 3 kun 4 kun uzoq dedi. Keyin 1 haftada taxlab berdi bizga. Yana xat olib bordik. O'sha borgan notariusimizga yana bordik. Jamshid nima notarius? Jamshid degan bola. Xoliq Jamshidga bordik. Keyin u ko'rdidan keyin shunday qo'l qo'yib pechat urib berdi. Nimadan chiqarib berdi? Zalokdan. Keyin buni kadastrga olib borish shart emasmi deb so'radim. Yo'q, shart emas edi, o'zi onlayn avtomatik chiqib ketadi deb aytdi bizga notarius. Keyin uni biz qaytarib kadastrga olib borib, mana shunday olib kelib yana dokument ichiga qo'yib qo'ydik. O'zimiz uyda dokument ichiga. Bo'ldi, zalokdan chiqdi deb yurdik biz. Zalokdan chiqqandan keyin 1 yildan keyin 2021 chiqarib, uni oldi chiqarib berdi, 1 oy 2 oy ichida. 2022-yil uyimizga kelyapti, 6 kishi bo'lib bo'shating joyda. Sizni nima zalokda turibdi deb, binoyingiz. Men aytdim, yo'q, nima uchun bo'shataman men? Men bu yerda yashayman, tepasida yashaydim. Turar joyim bor edi. Yotoqxonam o'sha yerda oilaviy yashaydik. Pasi korxona edi, stalovoy edi, oshxona edi. Oilaviy korxonalar ochib, hamma dokument to'g'ri qilib ishlayotgandik. Hamma narsamiz bor edi. Kassaparat, oilaviy korxona hammasini to'g'rilab ishlayotgandik. Keyin men aytdim, bu yerdan chiqmayman men. Meni bu yerda turar joyim shu yerda, kunim shu yerdan o'tadi. Men bu yerdan chiqsam qayerdan qornim to'yadi, qayerga ketaman deb mojaro qildim ularni. Ular aytdi, farqi yo'q.
bizaga mojaro qilasizmi, janjal qilasizmi, mana deb dokumentlarni ko'rsatdi ular. Keyin men olib chiqib o'zim dokumentimni qog'ozimni ko'rsatdim boya nimani, notariusni nimasini, залогdan chiqarganimni. Olib chiqing qani dedi, olib chiqdim, ko'rsatdim. Keyin ular ko'rdida, noto'g'ri, falshivka deb nima qildi bizaga. O'sha kelganlar. Keyin mana shu yerda o'zim bilan o'zim bo'lib qoldim. Noto'g'ri degandan keyin bu noqonuniy qilingan. Degandan keyin mana shu yerda o'zi stressga tushib qoldim birdan. Endi men chiqib ketsam bu yerdan qayerga ketaman, ko'chada qolaman, ishim nima bo'ladi? Shuni orqasidan ro'zg'orim o'tadi, shuni orqasidan qornim to'yib, ustim but yuruvdim o'sha. Boshqa ish qila olmayman, qo'limdan boshqa ish kelmaydi. Shu oshxona bizaniki. Keyin men stressga tushib qoldimda, birdan o'sha akaxondasiga telefon qildim, xo'jayinni. Ilyos aka, nima bo'lyapti? Nima ahvoli bu? Shunday bo'ldi. Keyin u kishi bo'lishi mumkin emas, kim keldi deb menga nima qildi. Keyin kechga keldi, ular ketdi, menga ogohlantirib, kechga o'sha akaxondasi keldi. Kelindida kasal orttir, men stressga tushmay hech gap bo'lmaydi. Nasib bo'lsa, hamma sizniki ikkilamchisi, birinchisi emas, ikkilamchi sizniki. Bu yerda boshqa turibdi, siz yordamchisiz faqat dedi. Buni ilojini qilamiz dedi. Shu yerda keyin menga ketdida, kechga telefon qildi. Kelindida bitta yurist topdim dedi. Shuni dedi, bitta uchrashamiz, xo'jayiningizni maslahat qiling dedi. Keyin xo'jayinga aytdim, xo'jayin ha bor qani dedi. Bu keldik, bordik, birga uchrashdik. Zayniddin, Zavqiyev Zayniddin degan bola Ishtixondan. Keyin uni olib keldi, unga ishonchnoma berdim, to'lovini qildim. O'zi bir oy o'tdimi yo'qmi, biz avtoavariya bo'ldik. Ishtixonga ketishimizda. Avtoavariya bo'ldik, shu payti yotoqda qoldimmi, 1 yildan ziyod pashti 7-8 oy. Shunda qaynichamam, qaynsinglim o'g'illari bor, u vafot etdi avariyada. Ta'ziyalarni bo'lib qoldim. Endi boya o'zim yotoqdaman, bari ta'ziya hammasi bir bo'lib qoldi. Keyin shu paytim o'sha ishonchnoma berganman o'sha Zayn akaga, Zavqiyev Zayniga. U nima qilgan, nima qo'ygan, menga qorong'i ag'i. Nima bo'ldi, nima qo'ydi? Xat kelgan, xat borgan deydi, menga xat kelmagan. Ogohlantirish bo'yicha sudga qatnash. Xatlar yo'q menda. Pochtalarga bordik, yaxshi bo'lib turgandan keyin. Haqiqatdan ham xatlar kelgan, nima bo'lgan, nima bo'lgan, menga qorong'i. Shu Zavqiyev Zayni nima qilgan bo'lsa qilgan. Ilyos ikkovi, o'sha akaxondasini ikkovi. O'zim avariyadan turib, o'zimga kelib, uyimga qaytdim o'sha binomga, o'zimni. Qaytsam, o'sha yerga bordim, 3 kun yashadim, avariyadan yaxshi bo'lib oyoqqa turganimdan keyin 3 kunmi, 4 kun yashadim. Keldida, meni chiqardilar majburiy. Mahalla keldi, militsiya, uchastkoylar keldi. Qachonlar u auksionga chiqib ketib, sotilib ketgan ekanam. Meni borishimni kutib turgan ekanda, endi qulf turganki, hech kim ishlatmagan qulf turgan. Men kelishimni kutgan ekan. Keyin borib darvozani ochib, yashash boshlaganimni, avariyadan yaxshi bo'lib turganimdan keyin o'zi bir hafta ichida 5-6 kun ichida keldida majburiy chiqardilar meni. Men majburiy chiqdim uydan. Mahalla bordi, militsiyalar bordi, bozorkomlar keldi, bir 10 tadan ziyod odam bo'lib keldida, meni chiqarib yubordilar. Yuk olib ketishga men hech kimim yo'q, yolg'izman, xo'jayinim chetga chiqib ketgan, o'g'illarim yo'q deb yig'lab yopishdim ham. O'sha auksiondan yutib olgan balan o'zi moshin gaplashib, labo va katta moshinlarni gaplashib, hamma narsamni orttirdi, chiqarib yubordi. Shu bo'yicha yuribman. Onamnikida yashab, singlimnikida. Xo'jayinim bu anaga nima qilmay keyin chetga chiqib ketdi. Nimaga yuzim nima bo'lib qoldi, men shuncha mehnat qildim. Endi akaxondamni do'st orttiraman deb dushman orttirgan bilmay qoldi-da o'zi ham. Ular o'zi qasddan qilgan ekanda emas, birgalikda. Menda chetga chiqib ketdi. Endi qo'limizda pul yo'q. Menda chetga chiqib bor ishlab, senga pul tashlayman. Sen shu bilan shug'ullanasan, shuni nima bo'lsa ham qaytarib olaylik. Undan boshqa joyimiz yo'q. Pul topayotgan, pul kelayotgan. O'sha yerda ishlasak, pul bo'ladi. Ro'zg'or o'tadi. Keyin men tashlayman, sen shu bilan shug'ullanib, nima bo'lsa ham
yordam qilishini so'rayman. Joyimni qaytarib bersa ham mayli, pulini qaytarib olsam ham mayli. Agar olgan odamlar qaytarib bermasa, pulini qilib bersin. Men o'rniga uy-joy olishim kerak. O'sha korxona olishim kerak, ishlashim kerak.